Bu pirog retseptini olganimda ishoning, mendan baxtli odam bo'lmagan. 10 yil avval kursdoshlarimiz bilan aynan shu pirogni yeyish uchun shirinlik kafesiga kirardik. Xuddi shu pirogni yeymiz deb darslardan ham qolib ketardik va ming hijolatda shef-povurdan retseptini so'raganman. Uni olganimdagi kayfiyat kechagidek esimda. Va bu katta oilalar uchun mos keladigan juda ham nafis ta'mli pirog hisoblanadi va olmali pirog deganda 10 yildan beri bu retseptga xiyonat qilmaganman. Har doimgidek oshxonamizga ko'ngildagidek mehr berib ishimizni boshlaymiz. Bismillah deb yuvilgan tuxumlarni birin-ketin chaqib olamiz. 1 stakan shakar bilan yaxshilab ko'pirtiramiz. Gram o'lchovlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Mayonez va eritilgan margarin solamiz. Keragicha un va unga aralashtirish uchun qabartma va vanilin solamiz. Tavomiz tagiga esa 2 qoshiq shakarni sepib olamiz va parri to'g'ralgan olmalarni joylab olamiz. Ustidan shunaqa quyuqlikdagi xamirni solib, tekislaymiz va oldindan qizib turgan gaz pechiga 35 daqiqaga jo'natamiz. Va albatta pishmasidan ishtahali qitiqlanishi aniq. Uning ifori esa tezda buzib yeyishingizga majbur qiladi. Bir marta ishonch bildirib, tayyorlab ko'rishingizga arziydigan pirog. Ramazon oyi uchun kremsiz shirinliklar qidirganinglarda ayni muddao bo'ladi. Yoqimli ishtaha.